Diqqat, videoni qizlarga 18+ qizlarga borib yuradigan jo'ralaringizga jo'natib qo'yinglar. Aka, nimaga imенно Rossiyaga kelgan ko'pchilikda bepushtlik kasalligi uchrayapti? Bepushtlik chunki mana yoshlar berezinka qizlarga boryapti. Drug vokruг, Telegram, Instagram, boshqa kanallardan boryapti. Berezinka, gonorreya, sifilis, vispid, xlamidiya, uroplazma infeksiyalarni ushlab kelyapti. Biz tavbat qilib lecheniya qilamiz, lekin asorati oyandada 10%, 20% spermaning foiziga ta'sir qiladi. Adrenalin, gorilla, energetiklar ko'p ichadi, u ham prostata beziga asosan ta'sir qiladi. Xronический prostatit. Ularni ham lecheniya qilmasa oyandada asosan shu besplodiyaga olib kelishi mumkin. Keyin qiz tomonidan ham biron infeksiya bo'lsa, o'sha tomondan ham ikki tomondan infeksiya qo'shilib, o'sha oyandada besplodiya bo'ladi. Bir qizlar, ayollarning organizmi spermani как endogen faktor qabul qiladi, как virus. Uni tushgan viruslar, tushgan spermani как virus qabul qilib, organizm uni o'ldirib tashlaydi. Shuning uchun qabul qilmaydi organizm. Hurmatli do'stlar, videoga bitta like bo'lsin, videoni energetik ko'p ichadigan va 18+ qizlarga qiziqadigan, borib yuradigan jo'ralaringizga, musofir tanishlarga jo'natib qo'yamiz.